Всем hello! Bugun sizlarni Samarqand davlat chet tillar institutidagi bayramga olib boraman. Aniqrog'i bu bayram 15-oktyabrda bo'lgandi, lekin montaj qilish esimdan chiqib ketibdi. Xullas shu kuni institutimizga juda ham ko'p turistlar tashrif buyurishdi va har bitta fakultet o'zlariga mos qilib dasturxon bezashdi. Biz yapon tili yo'nalishida bo'lganimiz uchun bizning stolimizda anime personajlari va kimono kiygan qizlar turardi. Yonimizdagi stolda esa turk dasturxoni va turkcha kiyingan qizlar bor edi. Ular menga ko'proq serialdagi ayollarni eslatib yuborishdi. O'ng tarafimizdagi stolda esa koreys dasturxoni va koreyscha hanbok kiygan talabalar turardi. Xullas atrofda har xil fakultetlarning dasturxonlari shunchalik ko'p ediki, ularni videoga olib chiqishga ham ulgurmadim. Bizga bayram haqida bir kun avval aytishdi va bizni dasturxonimizni 4-kurslar qilishgandi. Shuning uchun men atlas kiyimda bordim. 4-kurs talabalari bizga sushi tayyorlashni ham ko'rsatib berishdi. Sushilar juda ham mazali chiqqandi. O'sha paytda rosa maza qildik. Va tadbir yakunlanay deganda hamma fakultet talabalari bir-birining dasturxoniga mehmon bo'lib kelishdi. Va taxminan soat 10:30larda tadbir tugab, hamma dars-darsiga tarqadi. Agar sizga ham institut hayoti qiziq bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki menda talaba hayotidan vloglar juda ham ko'p.